Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, as-salatu was-salamu ala rasulillah. Robbimiz Alloh taologa beadad hamd va sanolar, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz. Alloh taolo barchalarimizni bu fazilatli kunlarda, barakotli hajjul masokin soatlarida Alloh bizlarni barchalarimizni juma namoziga yetkazdi. Alloh taologa beadad shukronalar, hamdlarda Alloh taolo hammalarimizni bardavom bo'lishligimizni Robbim nasib aylasin. Bugun alhamdulillah Alloh taoloning fazl va marhamati bilan Sha'bonning 6-chisi. Alloh taolo fazl aylasin. Sha'bonning 6, 10 yoki bugungi kundagi kundalik taqvimlarga qarasak, bugun etlarimiz jimirlab, hayajonlanib, Ramazon yaqin kelmoqda degan xabarlar keladi. Alhamdulillah, Alloh taoloning o'zi barchalarimizga Ramazon va sharifda go'zal ibodatlar, mukammal yaxshiliklar qilmog'imizni Robbimning o'zi hammalarimizga nasib aylasin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Oisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilgan ahadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning har bir oyda Sha'bondagidek ko'p ro'za tutmasdilar. Har oy, qolgan oylarda, Ramazondan tashqari mana bor, Rabiul Avval, Rabiul Soni, Rajab, boshqa oylar bor, Jumadus Soni, Jumadul Akhir. Boshqa oylarda Sha'bondaqa ko'p ro'za tutmasdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari Sha'bon oyida ro'za tutishlik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ey Allohning rasuli, oylarning har birida Sha'bon ro'zasidek ro'za tutganingizni ko'rmadim" dedilar sahobalar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu bir oyki odamlar undan g'aflatda qoladilar. U Rajab va Ramazonning orasidagi oydir. Bu oy shunday oyki amallar Robbil alaminga ko'tarilur. Men ham amallar ko'tarilayotgan vaqtda ro'zador bo'lishlikni istayman dedilar. Haqiqatda e'tibor beradigan bo'lsak, Rajab oyida urg'u qaratiladi insoniyat, bugungi kundagi jamiyat. Nega? Unda xatmi Qur'onlar qilinadi, unda ihsonlar tarqatilinadi. Sha'bon oyi bo'lganda Sha'bonga e'tiborsizroq bo'lib, hammaning nazari Ramazonda bo'ladi. Sha'bon oyida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek ummat g'aflatda qoladi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Sha'bon oyichalik qolgan oylarda ro'za tutmaganlar buncha ko'p. Sahobalar aytadilar, bir Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rardik, Sha'bon oyida ketma-ket ro'za tutardilar. Va biz o'ylardikki, endi Rasululloh to'liq ro'za tutsalar kerak deb o'ylardik. Va bir kun shunday holatni ko'rardik. Rasululloh o'sha kuni ro'za emasdilar. Ertaga ro'za olsalar kerak deb o'ylardik. Ko'rardikki, erta ham ro'za olmaganlar. Biz o'ylardik, endi bu yo'q ro'za tutmasalar kerak derdik. Yana Rasululloh ro'za tutishni boshlardilar. Mana shunaqangi holatlarda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ro'zadorlikda bardavom edilar. Shuning uchun Alloh taoloning o'zi fazl aylasin, Alloh kuch-quvvat bersin hammamizga. Sha'bon oyining qarib avvalgi 10 kunligi tugayapti. Ro'zadorlikda inshaalloh qo'ldan kelgancha bardavom bo'lsak, amallar ko'tarilayotgan vaqtda ro'zador bo'lishlikni istayman degan hadislarning tahtiga barchalarimiz dohil bo'lar edik. Alloh taoloning o'zi har birlarimizga fazl va marhamat bersin inshaalloh. Bugun Juma amru ma'ruf soatlarimizda ma'rifatli ayol jamiyat tarbiyachisi degan mavzuda eng og'riqli nuqtalarimiz bugungi kunda ayollarimizni ma'rifatli qilib tarbiyalash masalasi. Bugun hammamizning eng og'riqli nuqtasi bo'lib oldi. Alloh taolo fazl aylasin. Ayollarimiz bugun o'zbek ayollari, afifa, tohira, obida bugun haq huquqini ular talab qilmaydi. Bugun
men sendan bo'lgan farzandni emizmayman demaydi. Meni burchim seni ota-onang, ya'ni qaynana, qaynatani xizmatini qilmayman demaydi. Xizmatini qilaveradi. Aslida kerak bo'lsa biz qiladigan ishlarni avvalo ayollarimizni o'z anchasini qilib qo'yadi. Shariatda majbur emas ayol sizni farzandingizni emizishga. U aytsa-ki, yo'q, men emizmayman farzandni. Sen boshqa enaga top. Mana bugungi kundagi Alloh taolo fazl qilib bergan, emizmasa ham bugungi kunda ularni oziq-ovqat masalalari bor. Qanaqangidir turli tuman nomlari ham, xillari ham, turlari ham bugun ko'p. O'shalardan olib berasan, men buni emizmayman desa, siz uni majburlay olmaysiz. Chunki ayolingiz majbur emas. Ayolingiz sizni xizmatingizni qilish kerak. Bo'ldi. Bizda alhamdulillah uylarimiz juda katta. Ko'chadan boshlab ichkari-yu tashqari uni tozaligi-yu o'zi-yu, keyin bugungi kunda ba'zi bir erkaklarga ayoli yoqmay qolib, keyingi xatolar boshlanyapti. Aslida bugun ayollarimizni qilayotgan xizmatlariga tasanno demasdan hech birimizning ilojimiz yo'q. Lekin yana bir narsa bor-da. Bugun ayollarimiz-ku xizmatni qilishyapti. Ayollarimizni bugun mehnat, ya'ni jismoniy tomondan xizmatni bugun qoyillatib qo'yyapti. Azizlar, ularni bir ma'naviyatu, ma'rifatlari bilan ham bir shug'ullanib qo'yaylik. Bugun ularni ma'naviyatli, ularni ibodatli, ularni soliha, obida bo'lishliklarini bugun biz ta'minlab beraylik. Ular bugun ayolingizdan borib so'rang. O'zingiz ham inshaalloh sizlarni-ku bilasizlar deb o'ylayapmiz. Ayolingizdan bir borib namozni o'zi qanday o'qiysan, tahorat qanday bo'lyapti bu? Bu kundalik ibodatlarimizni seni, ya'ni ayol kishini bajarish tarzi qanday? Seni bir muallimaga, ya'ni madrasaga etib qo'yaymi seni bir soat? Shuni madrasa, ya'ni ayol qizlar madrasasining muallimalaridan bir sen kundalik ibodatingda qilayotgan ishlarni bir takrorlab olasanmi? Ya'ni ki to'g'ri bo'lsin u. Yoki aynan shu narsalarni internet tarmog'idan sen ko'rganmisan? Yoki aynan shunga doir senga bir kitoblar olib beraymi degan fikrni ham bering. Ular xizmatni-ku qoyillatyapti bugun, alhamdulillah. Lekin ularning ma'naviyatlari, farzandimizga berayotgan tarbiyasi, holatning qanday jarayonda borayotganligi. Bir ayol kelib aytdi otasiga, eriga, o'g'limizga oyoq kiyim olib beraylik. Erkak darg'azab bo'lib turdi. Sen nima deyapsan dedi. Men har chet elga borganimda o'zi bitta o'g'limiz bor. Har chet elga borganimda falon brenddagi, falon puldagi oyoq kiyim olib kelaman-ku ularga. Qishkisini ham, yozgisini ham, kuzgisini ham. Men o'zi chet el bilan ishlayman. Har borda keldi qilganimga men chet elnikining eng qimmat bahosini keltiraman-ku. Dedi-da o'rnidan darg'azab bo'lib turib o'g'liga aytdi. Sani qani men senga olib bergan qishki oyoq kiyimlar? Deganda o'g'il jimgina bordi-da kiyim javonini, oyoq kiyimlar turadigan javonni eshigini ochdi-da, mana dedi. Ota erinmasdan cho'kkalab o'tirdi-da oyoq kiyimlarini qo'li bilan olyapti. Yap-yangi, kiyilmagan. Ayoliga aytdi. Sen hozir bunga qishki oyoq kiyim olib beraylik dedingmi? Ha, shunaqa dedi. Mana oyoq kiyimlari bir emas 3-4 ta rangi, xili, turi bilan turibdi-ku. Keyin o'g'liga aytdi. Bilasanmi men buni qancha pulga olganman? O'g'li aytdi, bilishni ham xohlamayman. Nega dedi. Menga bir oddiyrog'idan olib bering dedi. Men buni bir kiyganimda o'rtoqlarimning oldida xijolat bo'laman. Chunki meniki qimmat.
Ularniki yirtiq qaysi birinikidir, qaysi birinikidir kir, qaysi birinikidir zo'rg'a turibdi. Men ular oldida mana shu oyoq kiyimni kiyishga uyalaman dedi. Menga ular kiyadigan o'rta hol, o'zimizni bozordan arzonrog'idan, o'rtacharog'idan olib bering. Men bularni kiya olmayman dedi. Biz bugunchi nima deymiz? Bizni oyoq kiyimlarimiz, kiyadigan kiyimlarimiz aynan falon do'kondan bo'lishligi kerak deymiz. Men odamlar orasida ajralib turishim kerak deymiz. Ayollar nima deydi? Men agar egnimdagi ko'ylakni kimnidir egnida ko'rib qolsam deydi, men uni qayta kiygim kelmaydi deydi. Menga yangisini olib bering deydi. Men bu ko'ylagimni deydi falon to'yga kiyganman. Yana bitta qarindoshimiz to'y qilyapti. Unga deydi men buni kiyib bormayman. U o'lgur to'yga kiyadigan kiyimni endi uyda kiyib bo'lmasa, shaharda kiyib bo'lmasa, bir faqat to'yga kiyin, u ham bo'lsa bir marta. U kishi endi ikkinchi marta to'yga kiymasmish. Bu ayollarimizni qushtirnoq ichida juda aqlli va ma'rifatli bo'lganliklaridan. Bugun ayollar shikoyat qilib kelyapti. Erkaklarda muammo. Nima deydi? Ayolimiz biz aytadi menga. Men deydi, kecha va kunduz ishlayman oilam uchun. Sizga 5 yillik yutuqlarimni aytaman. Yangi mashina oldik, alhamdulillah. Otam, onam, ayolim, singlimni umraga jo'natdim. Kecha bo'lgan holat. Uyimizni yiqitib qayta qurdik. Alhamdulillah. Zo'r, alhamdulillah, zo'r. Nima masala? Uyda muammo, ayolim bilan muammo. Nega? Aytgan gapi bizga mehr ko'rsatmaysiz, bizga vaqt ajratmaysiz, biz bu xonadonda bir quldan boshqa farqimiz yo'q. Biz bu. Domla deydi, nima qilay? Biz nima deyapmiz? Ayolingizni o'qiting. O'qiting emas, yaxshilab o'qiting. Bugun biz ayolimizni ilmga qo'yapmiz-ku mana. Bir kursgami, qanaqangidir joyga borib keladi, nimadirlar o'rganadi, hayot tarzi umuman boshqacha bo'ladi keyin. Ayollar bizdan umuman bizni xayolimizga kelmagan narsalarni talab qiladi endi. U nimadan? U ozgina ilm o'rgangandan. Nima bo'ladi? Ozgina ilm o'rgangan odam osmonlarga sakrayman deydi. Kecha puldor bo'lgan bolacha dunyoni puli menda bo'ladi, menda deb o'ylaydi. Kecha uni katta qilganlarni bugun mensimaydi. Kecha qo'lidan tortib yurishni o'rgatayotganlarga salom bermaydi. U nima deydi? Uni o'zi ozgina puli bor. Kechagina piyoda yurganda bugun bir o'rta holgina bir mashina oldi. Kibr million. Hattoyinki shunday o'ylaysizki, osmon uning qo'lida tashlab yuborsa tagida chilparchin bo'lib ketasiz deb o'ylaysiz. U nimadan? Alloh taolo ularga ozgina mol va davlat berdi. Ularga aytasizki, senga bundan Alloh ko'proq bermasinki, agar bersa nima qilib qo'yasan? Oldingi juma amr ma'ruflarda aytdik. Biz bir choyxonaga yoki bir restoranga kirib, restorandagi, choyxonadagi ovqat yeyish joylaridagi bugungi kunda ba'zi narsalarni ofitsiant bo'ladimi, xizmat xodimi bo'ladimi, biz shunaqangi mensimasdan gapiramizki, birodar, hattoki ularga mana shu manzilning xo'jayinlari unaqa muomala qilmaydi. Biz-ku bir oddiy mijozmiz. Bir hafta pul jamlab-ku o'sha joyda bir marta ovqatlanamiz o'zi. U joyda har kun ovqatlanadiganlar, 3 mahal ovqatlanadiganlar u joydagi xodimlarning hurmatini joyiga qo'yadi. Biz-ku yig'ib haftada bir marta o'sha joyga borib ovqatlanamiz. Ovqatlanganda ham xuddinki o'sha manzil, o'sha choy ichadigan joy, o'sha restoran xuddinki bizlarnikiday, shaxsiy o'zimiznikiday o'zimiz tutamiz. Nimadan bu? Bu ilmning yoki pulning yoki farosatning boshlanishida inson shunaqa bo'ladi. Osmonlarga sakrayman deydi.
Birodar, yerda yuring. Oyog'ingiz yerdan uzilmasin. Shunday insonlarni bilamiz. O'tirgan joyidan unaqa 10 ta choyxonalarni ko'zi joyidan qimirlamasdan sotib oladi. Ko'rsangiz siz unga salom bermaysiz. Oddiygina. O'zlarini bilgan, taqvodorgina. Alloh fazl bergan. Gapirishidan, o'zini tutishidan, yurish-turishidan Alloh fazl berganligini ko'rasiz. Shuning uchun o'qitish deyapmiz ayollarimizni. Bir o'qityapmiz, boshini boshlayapmiz. Birodar, unday qilmang. Ularni yaxshiroq o'qiting. Ular Xudoni tanisin. Ular oilani bilsin. Ular bugungi kunda o'zining joyi, o'rni, haqqoniy islom belgilagan joy qayerda ekanligini bilsin. Ular ozgina o'qigandan keyin men seni onangni xizmatini qilishligim aslida kerak emas ekan deb turib olsa, keyin bora aytsaki, "Yo, meni tanla yoki onangni tanla" deb tursa, qiziq bo'ladi-da bu joy. Aslida bu ozgina o'qigan ayollardan chiqayotgan bu fikr bu. Shunday ayollarga maslahatimiz, yaxshiroq o'qib oling. Bugun qaysi bir erkak xohlamaydi kelini, ya'ni ayoli ota-onasini, qaynatasini xizmatini qilib, meni onamga, meni ayolim xuddingi singlim kabi bo'lib, birga murosa qilib, go'zal hayot kechirishligini qaysi bir erkak xohlamaydi? Ayoli onasining kelini emas, qizi bo'lishligini kim xohlamaydi? Hamma xohlaydi. Men seni onangni xizmatini qilishligim shart emas ekan. Men o'zim alohida, ular o'zlari alohida deb tursa, shunga erkak kishi rozi bo'ladimi? Yo'q. Ayol kishi erining roziligi bilan jannatga kiradimi? Bo'ldi, masala shu joyda bitadi. Demak, siz rozi bo'lmagan ishni qilyapti. Ayolingiz, siz xohlayapsiz onangiz bilan kelin emas, qiz bo'lishligini. Ona-yu qiz, ona kelin emas, ona qiz bo'lishligini xohlayapsiz. Unaqa bo'lmayaptimi? Demak, siz undan rozi emasmi? Yo'q. Erta qiyomatda albatta javob beradi. Buni kim? Buni kitobning 1-varog'ini o'qiganlar buni bilmaydi. Bu kitobning 15-varog'ida yozilgan. Ularga 15-varoqqacha yetib borib kelishi uchun o'qishlikka sharoit yaratib bering. Ular to'yinki xizmat sharaf ekanligini bilsin. Bugungi kunda erning xizmatlari, farzandining xizmatlari, erining ota-onasining xizmatlari majburiyat emas, birodar. Bu sharaf bu. Shu narsa bizni eng nozik qiynayotgan joyimiz shu. Ko'pchilikni qiynalayotgan joyi ham shunda. Ularning xizmatlari majburiyat emas, ular mehmon emas bizning uyimizda. Mana alohida 1-chi, 2-chi, 3-chi o'g'il bo'lsa, 1-chi, 2-chi o'g'illar alohida ko'chib chiqishgan. Onalari yoki otalari ularni uylariga kelsalar, mehmonning xizmati sharafli mas'uliyat emas. Erimning ota-onasi bularni xizmatlarini qilishlik katta sharaf, o'z o'rnida mas'uliyat ekanligini ular bilsin. Shuni o'rgataylik. Shuning uchun biz ayollarimizni ma'rifatli, sadoqatli, ilmli, olima bo'lishliklarini bugun ta'minlaylik. Bir ayol keldilar. Erlari bilan. Hijobda, ibodatda. Aytayaptilar-ki, erim tadbirkor, juda katta tadbirkor. Qo'llari uzun. Alhamdulillah. Lekin bizga vaqtlar yo'q. Mana domla telefondan ko'rsatyapti. Mana Oisha radhiyallohu anha bilan Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam o'ynaganlar hatto. Berkinmachoq o'ynagan, yugurish musobaqasini o'rganganlar, qilganlar Rasululloh. Ya'ni ayollari bilan go'zal munosabatda o'yin, kulgi, xushchaqchaq holatda bo'lganlar. Domla bu kishiga bir ayting, bizga umuman vaqtlar yo'q, deyapti. Bir tomondan ayol-ku to'g'ri aytayapti. Erkaklar ozgina bo'lsa ham ayollaringizga, ya'ni oilangizga vaqt ajrating.
Umuman vaqt ajratmang. Siz tijoratni bosing. Ayol uyda bo'laveradi emas. Inshaalloh Alloh taoloning o'zi fazl aylasin, joyiga qo'ying. Lekin Oisha radhiyallohu anhoni turmush tarzlarini da'vo qilayotgan ayollar ular kim? Oisha radhiyallohu anhoni qanaqa olima ekanligini biz bilamizmi o'zi? Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam 2210 ta hadis rivoyat qilganlar sahobiya ayollardan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jufti halollari, mu'mina onalarimiz 2210 ta. 21 ta hadis bilmaysiz. Buni da'vo qilayotgan odam ayol kishi 2 dona hadis bilmaydi. 2 dona. Nima deydi? Oisha radhiyallohu anhu bilan mana Rasululloh oilaviy munosabatlari mana shunaqa bo'lgan. To'xtang endi. Oisha radhiyallohu anha 2210 ta hadis rivoyat qilgan. 2 ta hadis aytib bering. Bugun kim bilandir o'zimizni tenglashtiryapmiz-ku? Avvalo to'xtaylik. U kishi, ya'ni u odam, u zot, u inson qanaqa bo'lgan, u biz qanaqamiz? Otga taqa uriladi oyog'iga. Qurvaqaga emas. Qurvaqaga taqa urish xato. Otga kerak. Fazilatli bo'ladi u. Biz o'zimizni tenglashtirishlikda yoki nimandir da'vo qilayotganda bugun adashib qolmayapmizmi? Shuning uchun aytayapmiz. Ayollarimizni ma'rifatli bo'lishligi juda zarur, juda shart. Bugun hamma ishimizni tashlab ayolimizni o'qitaylik. Bugungi kunda ularni o'qishligi uchun sharoitlar juda ko'p. Qur'on, tajvid kurslari. Bemalol mana boring, o'qiting. Ayolingizni o'qiting. Onangizni o'qiting. Xolangizni o'qiting. Xotiningizni, singlisini, opasini borib mana kurslarga o'qiting. Pulini to'lab bering. Borib kelishiga sharoit yaratib bering. Mana ham savob bir, ikkinchidan sadaqa joriya, bir umr Qur'on o'qiydi, sizga savobi yetib boradi. Va ayollarni o'qitish masalasi butun jamiyatni o'qitish masalasidir. Va shu bilan birgalikda bugun ayollarimiz ajrashib ketyapti. Eri kasal bo'lyapti. Men kasal eriga qarayapman, qachon tuzaladi deyapti bu. Tashlayapti, ketyapti. Ko'ryapmiz buni. Erkaklar kelyapti, alhamdulillah, domla duo qiling. Men uylanyapman deydi. Birodar, siz 37 ga kirgansiz-ku. Men bundan oldin qattiqroq qadaqadir jigar kasalligiga uchraganimda 6 oy, 8 oydan keyin bitta bolam bilan ayolim tashlab ketgan. Erning xizmati, ayollar bilib qo'ysalar. Erning xizmati majburiyat emas. Sharaf bu. Uning xizmatining tagida jannat yotadi. Buning xizmatining tagida ibodat yotadi. Bizni bugun mana erkaklar ota-onamizga qilayotgan xizmatimiz, ularning injiqliklarini ko'tarish yoki ularning qanaqangidir talablarini bajarishlik yoki ularning qalblaridagi duolarni, qalblaridagi mushkulotlarni, qalb xohishlarini bajarishlik nima? Bu majburiyat emas. Bu jannat. Buni qilish kerak. Qilmasa bo'lmaydi. Jannatdan umidimiz bormi? Nega masjidga keldik bo'lmasa? Jannatga borishlikni, jannatga kirishlikni xohlaymiz biz. Jannatga kirish uchun 5 mahal namoz o'qiymiz. Oliy maqsadimiz jannat, Allohning jamolini ko'rish. Bunga olib boradigan yo'l nima? Ota, ona duosi, xizmati. Ayolgachi erining istaklarini bajarib, uning xizmatini qilishlik. Demak, erining xizmatining tagida nima yotadi? Er xohlaydi onasiga yaxshi muomalada bo'lishlikni. Farzandlarining xizmatini qilishlikni, olima bo'lishlikni, ibodatli bo'lishlikni, ro'mol bog'lab yurishni xohlaydi. Bo'ldi, qilsin. Buning tagida sharaf yotadi, jannat yotadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nima dedilar? Man qala la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh dakhalal jannah. Zo'r ekan-ku bu. Kim la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni desa, jannatga kiradi. O'z nega namoz o'qiyapmiz bo'lmasa?
La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni aytsa, vafot etsa, bo'ldi, jannatga kirar ekan. Siz dunyoda namoz o'qimagan bo'lsangiz, masjidga qatnamagan bo'lsangiz, gunohlar sodir etmagan bo'lsangiz, ota-onani duosini olgan bo'lsangiz, la ilaha illallohni aytasizda, ayta olasizda. Bo'lmasa til aylanmaydi. Perivalda bir kishini vafot etganini men juma amr ma'ruflarda aytganman. Avtohalokat bo'lyapti. Jon talvasasida odamlar aylanib aytayaptiki, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deng, deyapti. Uni og'zi qimirlayapti. Bir yigit aytayapti, nima deyotgan ekan deb quloqni og'ziga qo'ysa, 3 tasi 1000. Ko'proq olsangiz arzoniga beraman, deyapti. Ko'katchi bola ekan. Siz bugun la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni tagida nima yotadi? Islomiy arkonlar, 5 mahal namoz, ro'za, zakot, haj, shariat arkonlari yotadi. Shuni qilmasa qilmay yurib vafot etayotgan chog'ingizda la ilaha illalloh aytmoqchimisiz? Bekor gap bu. Ayta olmaysiz. Tilingiz aylanmaydi. Siz tijoratchisiz mana. Kimdir sartarosh, kimdir kosib. O'sha gaplarni aytib vafot etasiz. Alloh taolo ayttirmaydi tilingizga la ilaha illallohni. Siz la ilaha illalloh taqozo qiladigan ishlarni dunyoda qilgan bo'lsangiz, tilingiz saqov bo'lsa ham la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni aytadi. Tili gapira olmaydigan odam ham la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni aytib vafot etadi kerak bo'lsa. Shuning uchun bugungi kunda erning roziligi nimani taqozo qiladi? O'sha ishlarni qilsin ayollar. Bugun jannatga kirishlik, bugun ota-onalarimizni xizmatini qilishlik bilanmi? Demak, qilishlik bilan o'sha yo'lda bardavom bo'ling. Alloh fazl bersin sizga. Ayollarimiz masalasi shu ma'noda, shunday ayollarimizni o'qitaylikki bugun ularning ibodatlari, ularning turmush tarzlari, ularning yurish-turishlari, ularning o'zlarining tutishlari, ularning o'zlarining kiyinishlari shariat chegarasida bo'lsin, birodar. Nafaqat ayollar. Bugun biz ayollarimizga juda katta e'tibor bermasak, ayollarimizni ilmli, ma'rifatli bo'lishligi uchun kurashmasak, farzandlarimiz qanaqa bo'ladi? Bo'lmaydi farzandlarimiz. Ilmli bo'lmaydi. Uni bir otani o'zi ilmli qila olmaydi. Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Ayollarimizni ma'rifatli bo'lishligi butun jamiyatni ma'rifatli bo'lishligi. Butun zurriyotlarni, qiyomatgacha keladigan avlodlarni ma'rifatli bo'lishligi. Harakat qilaylik. Ayollarimizni o'qitaylik. Farzandlarimizni bugun kursga qo'yyapmiz-a? Onasi bilan birga qo'shib kursga qo'yaylik. Mayli ingliz tilini o'rgansin, mayli rus tilini o'rgansin, mayli boshqa tibbiyot fanlarini o'rgansin. Ilm hech qachon insonga zarar qilmaydi. Farzandlarimizni ilmli, salohiyatli, tarbiyali va nazoratda bo'lishligini bu ta'minlaydi. Farzandimizga bugun qimmat oyoq kiyim shart emas. Ayolimizga qimmat to'yga borib, o'zini ko'z-ko'z qilib, baland atirlarni sepib, odamlarni shahvatini qo'zg'atishlik kerak emas. Qo'ying o'sha ikkita emas, bitta kiyimda, oddiy kiyimda yursin, lekin ibodatli va ilmli bo'lsin. Biz shu hayot tarziga o'taylik. Keling, bitta mashinamizni har yil almashtirmadik. Qimmat mashina minmadik, deylik. O'sha eski bu joyga yetkazadigan, olib keladigan mashinamiz bor, lekin farzandlarimiz qori, ayollarimiz ibodatli. Mana shu holat bo'lsa, bizni boshimizga musibat kelganda ayolimiz bizni ro'paramizga chiqib, bizni sensenlab yubormaydi. Bizga qanaqangidir Alloh kasallik beradigan bo'lsa, bizni yarim yo'lda tashlab ketmaydi. Bugun yarim yo'lda tashlab ketyapti. Kasallarga qaraymanmi deyapti. Erning onasi yoki otasi kasal bo'lgan, buni ota-onasini o'lib, yosh jonimni xazon qilib, xizmatini qilib yuramanmi deyapti. Bor shunaqalar, eshityapmiz-ku, hammamiz eshitamiz. Men undan ko'ra ajrashaman deyapti. Oilada muammolar, o'zi bechora erkak
onasi yoki otasi kasal bo'ladigan bo'lsa, unga qarasinmi, nafaqai ro'zg'orini qilsinmi, ayolini bugungi kunda hurmatsizlik qilib chegaradan chiqayotganligiga chidasinmi? Nima qilsin? Yoki bugungi kunda Alloh taoloning o'zi fazl ayladi. Texnikalar bor. Allohning fazli bilan bugun sharoitlar, gigiyenalar yoki bugungi kunda yeyotgan narsalarimizning tabiiy emasligi. Kimnidir farzandi bo'lmayapti. Ajrashamanni olgan. Kimnidir farzandi bugun kasalliklar bilan, ba'zi bir kasalliklar bilan tug'ilyapti. Kimnidir farzandi tug'iliboq vafot etyapti. Tug'ilganda 6 oy, 1 yil turyapti-da, undan keyin vafot etyapti. Shunaqa holatlar bo'lgan xonadon ayollarini qo'pol qilib aytganda bugun eplab bo'lmayapti. Eplolmayapmiz biz. Nega? Men qornimdagi bolam vafot etgan. Men stressdaman deydi. Bunga gapirmanglar deydi. U deydi. Bir narsa bo'lsa o'zini tutish holati juda yomon. Yoki farzandi vafot etsa, endi kelinga yillar davomi gapirmaslik kerakmi endi? Unga na bir talab, na bir taklif, na bir fikr, na bir oilaviy yoki shariat chegaralari masalasida uning barcha xohishlarini, shariatga to'g'ri kelsa, kelmasa xohishlarini endi bugun bajarish kerakmi? Ayollarimizni shu uchun o'qitaylik deyapmiz. Qanaqangidir musibat bo'ladigan bo'lsa ayollarimizga, umuman bugun ular chegaradan chiqib ketishyapti. Kiyinishlar o'zgaryapti, o'zlarini tutishlar o'zgaryapti. Tamaki mahsulotlar bugungi kunda ayollarimiz orasida ko'p. Bugungi kunda ichkilik ko'payib boryapti. Erkaklar tashayapti, ayollarda ko'payapti endi. Ko'chaga chiqishlar, restoran yurishlar yoki boshqa davlatlarga bir o'zlari mahramlari bilan bo'lsa-ku bemalol. Siz chet eldan kelmang, o'sha joyda yashab yuring. Bemalol, masala yo'q. Biz mahramlarisiz ne aytyapmiz? O'rtoqlar bilan, dugonalar bilan ko'chaga chiqishlar, harom ichimliklar, boshqa masalalar, bugungi kunda narkotik moddalarni iste'mol qilishlik ayollar orasida ham bugun ko'payib boryapti. Subhanalloh. Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Qanday bo'lyapti bular? Undan tug'iladigan farzand ki yetaklab yuradi ota masjidga. Domla bir farzandimga o'rgating, bu qori bo'lsin deydi. Ey birodar. Subhanalloh. Qanday qori qilamiz uni? Mana shu holatlarni biz juda alohida e'tibor berishligimiz kerak. Malik ibn Dinor aytadilar. Alloh taoloning o'zi fazlu marhamat o'laroq menga Alloh qiz farzand berdi. Farzandi vafot etganlarga buni aytamiz. Malik ibn Dinorga Alloh taolo qiz farzand berdi. Alloh taolo menga qiz farzandim katta bo'lgan sari men aroqqa mukkasidan ketgan odam edim dedilar. Qiz farzandimni shirinligi va uning hidi qizimga yoqmasligi uchun men o'sha ichkilikni tashladim. Alloh taoloning fazli ila, Allohning taqdiroti ila qiz farzandim 2 yoshga yetganda vafot etdi. Endi hozir tasavvur qiling, farzandlarimiz bor, nevaralarimiz bor. 2 yoshda qanday shirin holatida bo'ladi u? 2 yoshga yetganda endi yura oladigan, endi gapirishni boshlayman degan holatda, endi bir o'yinqaroq bo'lgan vaqtda Alloh taoloning taqdiroti ekan o'ldi, vafot etdi. Biz onasi bilan g'amda, bu g'amdan chiqa olmayapmiz endi. Bizda ham xuddi shunday, ko'pchilik orasida shunday. Qanaqangidir Alloh ularga musibat beradigan bo'lsa, o'sha musibatning g'amidan chiqa olmaydi ular. Ular mana shu musibatdan keyin yo boshqa yo'llarga, ya'ni harom yo'llarga kirib qoladi. Alloh fazl aylasin, musibatdan keyin hamma narsani tushunib ibodatga o'tib ketganlar ham bor.
Endi ular ibodatda bardavom bo'lsin inshaalloh. Bu musibat aslida Allohni eslatish uchun bo'ladi. Yomon yo'lga emas, yaxshiroq yo'lga qattiqroq kirishish kerak. 5 mahal namoz o'qiyapsizmi? Tahajjudni ham qo'shing, Alloh sizga sinovdan chiqishligingizni oson qiladi. Namoz o'qimaymizmi? Namozga o'taylik. 1 mahal namoz o'qiylikmi? Namozlarimizni ko'paytiraylik. Alloh qaysi bir bandasidan ya Robbi deb yuragi qisilib, chin dildan duo qilib Allohdan so'rashligini Alloh xohlasa, o'sha bandaga aynan Alloh musibat beradi. Demak, bizni ya Robbi menda mana bunaqa mushkul bo'ldi. Menning boshimga mana bunaqangi holat bo'ldi. Robbim, o'zing yordam bermasang boshqa yordam beradigan zot yo'q deb duo qilishimizni Alloh sog'ingan. Mana shu mushkulotdan keyin Alloh taolo nega meni sog'ingan bo'lsa, ya Robbi deyishimni, nega meni mushkulotga Alloh kirgizib qo'ydi? Birodar, biling, sizni Alloh bir musibatga solib qo'ygan bo'lsa, siz ya Robbi deb nidoni qilavering, siz yo'qotgan narsadan afzalrog'ini Alloh beradi. Mana musibatdan kirib Alloh deb Allohga yopishib chiqqanlar buni aytsin. Kecha bitta mashinamiz bor edi. Alloh musibat berdi, u mashina ketdi. Biz Allohga yopishdik, ibodat qildik, ya Robbi deb chin dildan so'radik, Alloh bizga 5 talab mashina berdi. Bilganlar buni aytadi. Malik ibn Dinorning 2 yoshli qizlari vafot etdi. Vafot etgandan keyin men deydilar, qizimni sog'inchidan bu musibatdan o'zimni ko'tara olmayapman. Bir kun tush ko'rdim. Tushimda vafot etyapman, hisob kitobga boryapmiz. Orqamda bir katta ilon, nafas olsa nafasidan issiqlik va olov purkaydi. Tishlari marjonday oppoq, bir yutishda yamlama insonni yutaman deydi. Orqamdan quvlab kelyapti. Men yuguryapman endi, qochyapman ilondan. Ancha joyga qochganimdan keyin hali uzoqda ilon meni orqamdan kelyapti. Qarigina chol turibdi. Men aytdimki, otaxon, menga yordam bering, bir ilon kelyapti. Meni yeb qo'yadi. Siz yordam bering, bir yo'lini ayting deganda otaxonam aytdi, o'g'lim, men juda kuchsizman, men juda zaifman. U katta bahaybat ilonni changalidan seni qutqara olmayman, dedi. Men yana yugurdim, bu tomonda jarlik. Yugurish, qochishning imkoni yo'q. Ilon menga yetyapti endi. Yetyapti. Bunaqasiga yugurdim deydi Malik ibn Dinor. Yugurdim. Tepalikka duch kelib qoldim. Tepalikning ustida qarasam uy turibdi. Uyning derazalaridan nurlar chiqyapti. O'sha uydagi biror bir odamdan panoh so'rayman endi, yordam ber deyman deb tepalikka chiqyapman. Ilon yetyapti menga. Hatto unining nafasining issiqligi menga yetyapti. Bir yutishda yamlamay yutaman deydi. Zo'rg'a tepalikka chiqdim. Derazani taqillatyapman endi. Deraza ichidan o'sha 2 yasharli qizim ko'rindi deydi. Va men uyga kirib oldim. Meni qizim uyga kiritdi. Va so'radim, sen bu yerda nima qilyapsan? Qizim aytdi, otajon, biz shu yerda yashaymiz. Ya'ni mu'mina insonlarning farzandlari balog'atga yetguncha vafot etsalar, Alloh taolo mana shunday chiroyli joy va nurli uyda yashashligini Alloh taqdir qiladi. Xo'p, qizim, meni orqamdan quvlayotgan ilon nima masaladan meni quvlayapti deganda, qizcha aytdi, ota, u ilon emas. U sizni dunyoda qilgan yomonliklaringiz, gunohlaringiz. Sizni endi tutib oladida yeb tashlaydi. Xo'p, unda zaif chol kim? Zaif chol sizni dunyoda qilgan yaxshi amallaringiz. Endi u ilon bilan kurasha olmaydi. Agar siz yaxshiliklarni ko'paytirganingizda chol emas, yosh zabardast yigit bo'lardi, mumkin u ilonni o'ldirib tashlashligi mumkin edi. Ya'ni bu nima degani? Yaxshiliklarimiz ko'p bo'lsa, yomonliklarni o'chirib tashlaydi.
1000 ta yaxshiligimiz bor, 500 ta yomonligimiz bor. Alloh taolo nima deydi? 500 yaxshilik bilan 500 ta gunohni o'chirib tashlayman. Bizda 500 yaxshilik qoladi, inshaalloh o'sha bilan jannatga kiramiz, masalan. Shunaqa bo'lishligi mumkin edi, deydi. Men uyg'onib ketdim, deydi Malik ibn Dinor. Shundan keyin gunohlarni kamaytirib, yaxshiliklarga urg'u berib va mana shu nurli uyda farzandimni ko'rganim menga taskin va doim dalda berib turardi, deydi. Bugun yo'qotganlarimizdan xafa bo'lmaylik. Yo'qotganlarimiz bir hikmati bor. Qo'limizdan ketgan narsaga achinmaylik. Alloh inshaalloh uni ziyodasi bilan beradi. Alloh taologa ishoning, Allohdan fazl so'rang va inshaalloh Alloh taolodan iymon, ilm farzandlarimizni, ayollarimizni ma'rifatli bo'lishligi haq yo'lida xizmatda biz kamarbasta bo'lishligimizni Robbim hammalarimizga nasib aylasin inshaalloh. Siz aziz jamoatdan duo talab birodarlarimiz borlar. Alloh taolo barcha duo talablarimizni, duolarini ijobat aylasin. O'tkir aka, siz aziz jamoatdan duo talablar. Andijonlik Jannatxon hoji aya shifo talab ekanlar. Alloh taolo shifoi komil bersin. Andijondan 83 yoshlik onaxon farzandlari, nevaralari, o'g'illari haqlariga duo talablar. Alloh taolo hojonaga yaxshilik bersin, umrlarini uzun qilsin. Amir ishlarini rivojini so'rab baxt talab ekanlar. Matluba opa qizlari haqida duo talab ekanlar. Sirdaryodan kelgan O'ktam aka o'zlari, oilalari, ishlari haqlariga duo talab va birodarlari haqlariga duo talab ekanlar. Alloh taolo duolarini ijobat aylasin. Jahongir aka o'zlari va onalari haqlariga duo talab ekanlar, onalari shifo talab ekanlar. Alloh taoloning o'zi shifoi komil bersin. Amin. Hasbiyallohu ni'mal vakil, ni'mal mavla va ni'man nasir. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Sharifa aya ham bemor ekanlar. Alloh shifoi komil bersin. Bi rahmatika ya arhamar rohim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo ibodatlarimizni, ihsonlarimizni, yaxshiliklarimizni Robbim qabul aylasin. Bir xayrli ish masalasida siz azizlar bilan yuzlanishlikni bir ixtiyor qildik. Alloh taoloning o'zi yaxshilik bersin. Xabaringiz bor, ma'lumingiz bor. YouTube tarmoqlarida, Instagram tarmoqlarida, TikTokda, ya'ni ijtimoiy tarmoqda Buxoriylar avlodi nomi bilan biz kaminani ma'ruzalarimiz va biz kamina yonida turgan hamnafas bo'lgan azizlarimiz, aka-ukalarimizni yordamlari cheksiz va inshaalloh mana shu xayrlik ishni boshlaganmiz. Ma'ruzalar xolis Alloh taoloning roziligi uchun. Bundan maqsad qanday? Bundan maqsad faqat ilm va Allohning roziligi va siz azizlarni xursand bo'lishliklaringiz uchun. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda to'g'ridan to'g'ri efirni biz tashkil qilishligimiz uchun siz azizlardan oliy himmat birodarlarimizdan homiylik inshaalloh ishini biz so'ramoqchimiz. Bugungi kunlarda biz akalarimizni, birodarlarimizga yordam sifatida va ijtimoiy tarmoqlarni keng ko'lamda yoritib borishlik uchun va inshaalloh jonli efirlarni yanada kuchaytirishlik maqsadida siz azizlardan homiylik talabidamiz. Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytganlaridek, yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilik. Ihsonning natijasi albatta inshaalloh dunyo va oxiratning saodati. Bugungi kunlarda siz azizlarning ixtiyorlaringiz, takliflaringiz bilan ko'plab ma'ruzalar ijtimoiy tarmoqlarga joylanyapti va bundan-da ko'proq manfaat olishligimiz uchun bizlar, sizlar, butun muxlislar, butun jamoa bel bog'laylik. Alloh taolo qilayotgan yaxshiliklarimizni, ihsonlarimizni qabul aylasin va bu esa hammamizdan bo'ladigan sadaqa joriya. Ko'pchilik eshitadi, ko'pchilik amal qiladi va Alloh taolo albatta ular eshitib qilgan savob amallaridan bizlarga ham Alloh nasiba yozadi. Shuning uchun bizlarni ham savoblarimiz, sizlarni ham savoblaringiz ziyoda bo'lishliklari uchun siz aziz jamoatga ham, siz muxlislarga ham ilindik. Alloh taoloning o'zi hammamizni yordamchi bo'lishligimizni Alloh taqdir qilsin. Alloh qilgan ihsonlarimiz va homiyliklarimizni Robbim dargohida husnu mustajob aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.